Farhod aka. Oyijon yana telefon qildilar. Tinchlikmi? Nimaga? Yana eski masala. Farzand qachon bo'ladi? Davolanyapsizlarmi? Nima bo'lyapti deb so'rayaptilar. To'g'ri aytibdi. Rostdan ham shuncha davolanding. Qani natija? Farhod aka, sizga necha marta aytdim. Sizdan birga men bilan boring, birga davolanaylik deb. Dilnoza. Bas qil. Men bormayman. U shifokorning hech baloni tushunmaydi. Tushundingmi? Hech narsani bilmagani uchun shuncha ayol farzandli bo'lib yuribdimi? Bir martagina borsangiz nima qiladi? Ularning hammasi soppa-sog' bo'lgan. Sen aybingni menga to'nkayapsan. Sen shifokoring bilan kelishib olgansan. Nima? Ha, ikkalang kelishib, mana aybdor qilmoqchisan. Farhod aka, men umuman bunaqa niyatim yo'q. Faqat sizdan nima ketadi? Bir martagina borasiz, ko'rinasiz xolos. Men soppa-sog'man. Tushundingmi? Qayerdan bilasiz? Balkim shamollashingiz bo'lsa. Bo'ldi, qil ortiqcha gaping gapirma menga. Farhod aka, bir martagina borib ko'rinsangiz hech narsa qilmaydi. O'zisan bor-ku, boshqa bir shifokorga ham borib ko'rgin, xo'p? O'shanda bilasan kimda aybligini. Xo'p, boshqa shifokorga unda birga boramiz, bo'ladimi? Sen o'zing borib ko'r deyapman senga. Nimaga? Gap qaytarmasdan aytganimni qil. Nega baqirasiz? Nimaga gapimni ikki qilasan, ha? Nimaga unda siz men bilan doktorga borsiz? Nimaga sen aybni meni bo'ynimga qo'ymoqchisan? Nimaga? Opa,